Bugün kim ders ötmekçi oldu ki? Munisa ders. Nerede? Hepsi başlamışlar. Assalamualaikum. Aleykümselam. Assalamualaikum dep de aleykümselam. Bugün fotoğraftaki fenni öldürgenmesi. Fotoğraf degan nima bu? Resim. Resim tasarladım. Resim tayyorlab bildik sizlarda. Fotoğraf degan shu resim tatbiq odamlarning fotoğraf deymiz, ha? Dersini başlaştım burun. Ardınki saatden tapşırıqlı işlep geldinizlermi? Nima topshiriq deydi? Xan qizni nima qilib kelishdi? Yodlab kelishma. Ha. Hepsi başlayı. Dostları yazma. Baş fe. Atır fe. Ahır fe. Yalgız fe. Chiroyli qo'yib Emsa. Küçük fincan. Kayseriya. Baş fe. Otur fe. Ahır fe. Otur fe. Argıs fe. Yalgız fe. Durhan. O'ttir fenolchi balam. Bu ham bir qo'li uzun bo'lib qoldi. Munisa balam, siz ma'lum bo'lganki, o'sha Burxonning yozishiga diqqat qiling. Baş fe. Otur fe. Ahır fe. Yalgız fe. Ya işte bu mayda. Qo'llarimiz mushtumch agamash yerimda, xo'p endi uzunroq chiqdi balam, ustiga chiqdi. Tanala balani. Baş fe. Otur fe. Ahır fe. Yalgız fe. Yaxshi. Guvi. Meden saklap duraydı. Chiroyli qolgandi balam. Meden saklap duraydı. Baş fe. Otur fe. Ahır fe. Yalgız fe. Manda kulağımla.
Kaçıncı bet açıtken? Kaçıncı bet gördük sizler? Gördüm ben. Yok. Hı. Benimki Fontan. Fontan digi KG F KFG Baş F. Telefon. Yanfon. Hı. O yenimizde bir yediğin telefon bulan ki onu yanfon deydi kendimize. Yanfon digi KG F KFG Benimki Küçük yok bir tane. Grup KG F KFG Ahır F. Ne bu? Ahır femken. Benimki Fotoğraf çıkarken Mao. Mao. Sen Mao. Ya. İşte resim tadi tuttu ha. Burhan. Grup KG F KFG Fotoğraf dikeriye pek Fotoğraf da şıkıfeye var kendikine. En kaldı da mı? Başfeye var. Yalnız ve ahır ve beriz 30 altıncı ben yapacağım. Tüvendeki sözlerini okup meşrep kurumlar. Kimde başlar? Medetti. Hepsini okusa. Feafan, Befab, Befab. Leara, Keaka. Fablaka. Fabrika bana. Fabrika diyen nemli yok kamsla. Fabrika diyen çok zavut. Zavut da bunu işlep çıkırdığın, rəxləri toxuyduğun fabrika, rəx zavut deyir, rəx fabrikası diye yoksa şu. Zavut diyen şu. Yaponluqlarının koca diyen şu. Ma Yaponca fabrika diyen nakşı bu emas şu mu? Fabrika diyen zavut diyen. Burhan mı? Qaysi dokunu ha? Forma degenden nimani uqamsizlar? Xurma bo'lsa bilmay, xurma bilmay. Xurma bo'lsa yeydigan narsa-da. Yeydigan xurma degan yeyishibdi-ku. Forma deganchi, mana bu Burxonningki yasliga beribcha bordigancha kiydigan kiyimi bor-ku. Asobiri. Yilqi yasliga borgancha kunda kiydigan kiyimi bor-ku Burxon. Asobiri. Ha, asobiri demkandi? Yilqi yaslik kunda attigini borgancha kiyib oldigan. Ndoq qalpog'ing bormi yo'q peshin kiydigan? Qalpoq mu bor? Üstüne kiydigan, astın kiydigan kaltı mındaq yerim qisqishdan ashtaq kiyimlaring bor-ku. Ashuni forma deydi. Tushundinglarmi? Zafira. Ana dekinchi, yo'q to'xtanglar, tushuntirib qo'y. O'tir maktablarchi, to'liq o'tirning o'quvchilari
Bunda kiyimi var, kiydiğen kızlar mı da yopku bilen. Oğala işten bilen kiydi o üstüge mayk kiyip yerim da kaldiyan mayk. Aşlı o şey hemmisinin ortak bir yürüyüş mektep giyimi, yasli giyimi diyenleri bulsa aşını forma deydi. Ama mektep formisi, yasli formisi dep. İşte dep ataydı. Bizim binamı şu yerde yok. Ha, senin başlangıç mektepte yok. Otur mektepten başlap bak. Otur mektepte tayyikı giriyorsunuz. Sumkısı mı okşar? Ha, senin olcu tenterbiye kiyiminlaçı aşımı forma. Forma. Hem olana okşaş bağlı için. Aştaq bir yürüyüş hem adam okşaş giydiğen hem bu ballar okşaş mektepten ballar okşaş giydiğenlarını forma deydi. Sen anlama? Neyin koşuyordun? Lava. Finlandiya. Finlandiya yeni mi bu? Ben devlet. Finlandiya Fransa. Finland deydi İngilizce. Finlando deydi yapınca. Finlandiya devlet. Finlandiya degan devletning ismi ekan, ha? Finlandiya. Fransiya. Ha. Fransiya. Ha, devletning ismi, ha? Fransiya. Bizning devletimizning ismi-chi? Şarkı Türkistan. Sharqiy Turkiston, ha? Lekin bu Yapon. Hozir biz turayotgan joy Yapon. Yaponiya, ha? Aslındaki noktalar. Aslındakini ben okup olsa çoğundan küçük başlayıp okuyordum. Siz nerelik? Ben Finlandiyalı. Sizce ben Fransızyalı. üstüdekisi Fransiyalik kelma. Astidekisi Sürekli Finlandiya. üstü Fransiyalik deb. Bu ikki bola paranglish etibdi, ikki odam paranglish etibdi. Hay, bunda qilinglar. Bu-chu ikki odamning dialogi ekan-ku. Munisa bilan Zarina ishkala dialog qilib qilinglar. Ikki odam sizni oldiga. Ben bir hafta o'qibaqaya. Siz nelik? Mabalmanız. Siz nelik? Ben Finlandiyalik. Fransiya deb turibdi birisi. Fransiyalik. Ha, o'ltirma. Siz çok, ben Finlandiyalik. Tutar. Siz Siz nelik? Kim so'rabdi siz nelikni? Ha, siz nelik Siz degan gapni nelik? debdimi? Ben Fransiyalik. Ha. Siz çok, ben Finlandiyalik. Siz nelik? Ben Fransiyalik. Siz çok, İsmail ne hata? Aşağı bir xatoliklar keltirmachu. Kitobni qaranglar. Siziq bor mu işte? Bu siziq o'xshamaydigan odamning gapi boshlangan vaqtida paydo bo'ldi. Biz burun cümlelerini o'qigan chog'da oldimizda siziqsiz qo'ygan narsalarni eslab burun ko'rpoqdanmi ko'rpoqmi? Burun ko'rpoq bo'lgansizlar men hozirgi kelgan yerda bundoq yer yo'q-ku. Biz oldida qo'yiladi. Baba. Yo'q-ku bular. Yo bu Elip beni aldı tarafdaki yerda yo'q-ku. Nerede bu? Bundoq siziqsiz qo'ygan yer. Qamoq Bundoq narsa demoqchiman. Ha, uchu. U o'xshash gap dilning ortida qo'yganmiz. Sen bor. Ha, uchu o'xshamaydi. Neden? İkki so'zning o'ttirishga qo'yilgan siziq o'xshamaydi. Siz ma'ni isonsiz-da bular. Lütfen. Olmaydı. Qaranglar bolalarım. Bu ikki so'zning o'ttirishga qo'yilgan joydagi bash-bash, bush-bush, Hasan-Husan deganga o'xshash siziqlar. Uning bilan ma o'xshamaydi. Qaranglar. Mau Hozir ders o'tib. Gaplarning oldida. ha, sizlarlik deb so'rabdi-ki, sizlarlikning oldiga bir tal siziqni qo'yibdimi, qo'ymabdimi? Qo'yibdi. Uni ma agar maskasiga Mavjud qarang'i chiqadi hozir. maskasiga qilgan bo'lsa,
Gap anlanglar balama. Putung ichida. Ha. Acho. Bo'ldi, qanday? Ne var o? Siz nelik degani agar ma'lum so'rasin, ha? Mushu, mana siz nelik? Siz nelik deb so'rabdi. Shunday ma'lum. Endi o'xshamaydigan odamga gap o'tibdi. Ma'lum, men Fransiyalik debdi. Shu bilan yana yangi sizni qo'yibdi ekan. Bu adres ma'lum, yana menga sizcha deb so'rabdi. Shu bilan ma'lum, men Finlandiyalik. Nima xato bilamsizlar? Ha? Ko'z bilatdi. Sen avcı qara. Siz nelik? To'xta, o'qimay. Nima xato qilsizlar shu yani? Anaqı. Mayaqı avcı qo'ydi. Men Fransiyalik, endi men Finlandiyalik o'zgarib qolsa, çok qaram. Qizqanar. Nima xato? Amenim may. Qanday bo'lish kerak deyapsizlar? Bu yerda siz nelik deb ma'lumotni so'rab, men Fransiyalik. Shu bilan endi ma'lum sizcha deb so'rash kerak. Shuni mayga yangi sizni qo'ymay, nima qilsa to'g'ri bo'ladi. Ha, shu. Mana 3 tinglarchimi? Uchirtinglar, hozir qalam chiqinglarchi. Asha nima? Tiris uchirtinglar. Bir tala bo'lsa bo'ldi, Munisa. Ha. Ashu gapni sizni qo'ymaydi-da, u men Fransiyalik. Sizchi deb kaynidan so'rayotgan keyin, onun degan bir odamga gap almashmaydi, ha? Shuningga sizchi uni oldidagi siziqni o'chirishinglar kerak. Ha, qalam Qanday uchiraydi? bas qo'ysanglar bo'ldi. Bunda chaplashmasiz. Menikini qilmang. Ha, mana o'zinglar birdan qilib xato belgisini qo'yasanglar, yo'q demakchi. Sizchi degan oldidagi siziqni o'chirishinglar bo'ldi. Ha. Endi men berim. O'xshash bir odamni o'qibdi. Uni emas balam. Asliga. Ha, aneli ichagishda uchun. Ha? Belikenda. Uni uchun siz bayqab menmi diqqat qilmay qolibdingiz. Ha, yaxshi. Endi bu bayqab, endi bilib oldinglarmi? Men shu meni o'qib deysim keldi. Ha, endi bu ikki odamning dialogi normallashdi, ya. Birinchi odam siz nelik deb so'rasa, ikkinchi odam men Fransiyalik debdi. Undan keyin sizchi deb birinchi odamni yondirib savol so'rabdi. Shunga birinchi odam men Finlandiyalik debdi. Shundaqmi? Ashta gapga. Endi ikkidan chiqib o'qib beqinglar, ovoz berib boshini. Oldi bilan Munisa bilan Zarina ishkama o'qib beqinglar. Ishkama dialog qilish beqinglar. Siz Fransiyalik Finlandiyalik. Finland? Siz nelik? Siz bana soraysınız. Siz nelik? Ben Fransiyalik. Siz çok? Men Finlandiyalik. Ha, yaxshi. Qilish qoldinglar, ha? Endi qayerga ishqinglar chiqinglar. Zafira Gülüm. Burhan. Neden oldu? Endi Medet, Zafira, Burhan uchinglar birga qilinglar. Ben Birnadan qo'shmayman. Fransiya. Eshitmaydi, uchisini qisib bo'ldi. Bir so'la yaponiyalik sanlar bo'lmadimi? Ay melar Bir so'la fransiyalik. Türkiye'lik. Ha, Turkiyalik demsiz? Unda sanlar ixtiyoringiz. Aslında Amerikalı yani. Sen Amerikalıkma? Chuqum Chuqum Fransiya bilan Finlandiya deyishadi. Yaxshi, o'zimizning davlatimizdami? Sen Türkiye'lik ben. Ha, ma'qul. Menga Amerikalı. Amerikalılar. Fransiyalik. Medet sen nelik balam? Fransiyalik. Fransiyalik. Ha, endi bir so'rlar so'ranglar oldi bilan boshlanglar. Kim so'raydi? Uchinglarning. Men. Belet. Ha, qaysi so'rlar so'rsanglar bunda? Burhan. İşte çok. Medet sen. Medet balam. Senchi bilan? İşte çok. Men Şerah Türkistanlik. Siz çok? Fransiyalik. Siz endi nimadan so'rang? Burhandan. Siz nelik? Men Amerikalılik.
Amerikalık da. Qaytadan. Ben şerahtı. Qaytadan ha. Amerikalık. Hı. Siz nelik? Ben Amerikalık. Heh. Sizce? Ben şerahtlıktanlik. Burhan'ın endi medetin sorağını. Burhan medetin soraydan bir. Burhan Meret'te sonra. Siz nelik? Fransızlarek. Burhan da sorağını. Ben sizce Amerikalık. 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 Ha, yaxshi. Ha, ashundaq o'zaro bir-biridan savol so'rashni bugun tinchlikdan chiqibdi, ha? Dersimizni tugaydik. Bugun dars tugatdimi, o'shalar? Kelar qitim nevaribga qaranglar. Topshiriq yo'q. Topshiriq debdim. Yo'q. Nima topshiriq berdik ekan, qaranglar. Burhan qo'ydi. Ha, bugun o'rgangan so'zlarni, dialoglarni o'qitdik ekansizlar-ku. Yurtga chiqibdi Burhan. Uyda baqichan, ha? Yo'lda bormi? Madad. Yapma. Madad. Bugün non topshiriq maya. İşlep diyorum bunlara. O'qib mashq qilib keldik ekansizlar-ku. Kelar qitim chiqarishgan balam. Kelar qitim kim o'tadi darsni? Zafira. Kelar qitim sizmi? Yaxshi tayyorlik qilib kelar qitim siz o'tasiz, ha? Tushunmaydi. To'xtala. Topshiriq şeydi. Fontandaki